kechir ana. Va uning gapiga javoban: Singlim, hech yil bo'lmay mening qishimga pul so'rab keldingmi? Ayni chog'da bizning to'sqinimizga qaramay, dadimiz bilan onamizning to'sqiniga qaramay, bizning yuzimizni to'kib, "Ov yezidagi eliq qalandar gadoyiga yotiq bo'laman" deb turib olding. Ayni vaqtda sen yurtimizning go'zali eding. Sana nurg'un baylami elchilik kirgan. Biroq sen uningga unimay, yana shu gadoyning qishig'i berib olding. Sen dadam bilan onam o'lib ketgandimi kelmay, hozir mushjaq bo'lganda pul so'rab kelishga qandoq yuzing chidaydi? Ayxon ana bo'lsa, akisining gapini anglab, nayt xijil bo'lgan holda ko'zlariga liq yosh kelib ketdi. Ayxon ana bo'lsa, o'zining shundoq bir erga takkiniga qat'iy o'kinmaydi. Ayxon ana bo'lsa, akisiga qarab: "Aka, bo'ldi, men xato qilibman" deb kayniga yongan shu paytda uning singlisi Aynurxon kelib qoldi. "Aka, qandaq? Ahvoling yaxshimi?" deb akisidan bir qo'r ahvol so'rayotgandan keyin Ayxon anaga qarab, yenidan 5 ming pulni chiqarib: "Acha, bu pulni olsala" deb pulni Ayxon anaga sundi. Ayxon ana bo'lsa, pulni olmay, singlisining ko'ziga miqtak tikilib qardi. Va Ayxon ananing akisi Samat: "Hay, nima qilyapsa? U tilamchi emas." "Nima? Tilamchimi bo'lmasa, nima deb kelibdi bu yerga?" "Oningga obdan qara." Aynurxon uningga bir necha minut qarayotgandan keyin tuyuqsiz chiroyi o'zgardi. "Voy, tilamchi keldimikin deysam, asli bizning mahallaga danqib pur ketgan ochimiz kan-ku bu, ha?" deb sat kulayotgandan keyin: "Dadam onam o'lib ketganda kelmagan mahallaning go'zali. Hajab bugun kelib qopdi-ku" deb Ayxon anani mazoq qildi. Ayxon ana chandurmasdan: "Ozroq ish bilan kelgan. Bo'ldi, men ketay" deb unsiz yig'isini ichiga yutib o'tib, orqasiga yandi. Ayxon ana singlisi bilan tang bo'lishni asla xohlamaydi. Chunki bu singlisi mahallada xili danqiba beshi. Uning bilan gap talashsa, o'ziga qilchima foydasi yo'q. U eshak harvasiga chiqib, akisi bilan singlisining gaplariga quloq solmay, yana uy tarafga qarab yo'lga chiqdi. Ayxon ana eshikini haydab, uy tarafga qarab mangdi. Ayxon ana o'zining bir tuqqan qarindoshlarining yordam qilmaganligidan emas, balki ularning qilgan haqoratlardan xijil bo'lib, yig'lab ketdi. Ayxon ana birdamdan keyin ko'zlaridagi yoshlarni surtib etib: "Men nimaga yig'layman? Mushundoq bo'ladiganligini bilib turib kelgandan keyin o'zimga haq." Ayxon ana agri-bugri to'pi yo'llardan yana shu qo'tur ichakni haydab, to'pichang so'rg'an peti qarindoshlari bor yezdan borgan siri yiroqlashdi. Ayxon ana: "Endi men qanday qilishim kerak? Bir yerda ishlay desam, unchola ko'p pulni tepib bo'lamayman. Qanday qilsam bo'la? Zodi qanday qilishim kerak?" deganlarni Ayxon ana uyon buyon o'ylab, oxiri erining qarindoshlaridan yordam so'rashni loyiq ko'rdi va uy tarafga qarab mangdi. Erining qarindoshlari bilan bir kanatda bo'lib, mahalla boshqa edi. Ayxon ona bilan bir kanatda bo'lgani bilan ular Ayxon onani o'sh ko'rib, uni va bolalarni zodli izlamaydi. Ayxon ana bir soat mang'andan keyin o'zining kantiga keldi va eshakni haydab, avval erining cho'ng aksi Turg'un akaning uyiga berishni loyiq ko'rdi. Necha minut mang'andan keyin Turg'un akaning darvozasining yoniga kelib, eshik zanjirsini nayt asta siliq holda chekdi. Biroq uydan hech qanday sado chiqmadi. Ayxon ana nayt jiddiylashgan holda yana bir qatim ishini chekdi. Necha minutdan keyin uydan oyoq tevishi anglanib, eshikning nayt satqichirlagan ovozi anglanib, Turg'un aka chiqib keldi. Va Ayxon onani ko'rib, chiroylari o'zgargan holda ko'zlarini chakchaytib: "Ha,
kep qaptimizg'u, dedi Turg'un aka. Ayxon ana nayt silq sipoylik bilan Turg'un akaga qarab, qanaqa ahvollari aka? Sog' salomat turdilimi? Yengam va bolalar tinchlikmi? deb bir qur ahvol so'rdi. Turg'un aka bo'lsa nayt qo'pollik bilan, ha, men sog' salomat turibman. Bolalarmi, onasimi yaxshi? Ayxon, bizni o'ldimikin deb qarab baqqili kelgan o'xshamamla. Yo'q aka, undoq emas. Meni xato tushunib qolmasizlar. Ayxon ana azaldan birasiga hojatman bo'lib boqqan inson emas edi. Mushu o'g'lining o'q sababli boshqalarga hojatman bo'lishga majbur bo'lib qolgan edi. Turg'un aka chiroylarini purishtirgan holda, nima? Gap bo'lsa, tezroq deysizlar. Mening sizlar bilan paranglashib o'ldiradigan vaqtim yo'q. Aka, Azmat ichkaridagi dongliq to'liq o'tir maktabga qabul qilingan. Uni sizlarmi anglaganlar? Bolaning o'qish puli 4,000 yuandan oshdi ekan. O'zimdagi barliq pullarni yig'sammi, necha yuz yuan orali chiqdi. Boshqalardan so'rasam, ularmi qo'limiz qisqa deb yordam qilishni xohlamadi. Sizlar Azmatning o'z tog'isi bo'lgandan keyin yordam qo'llarini sunamdikin deb uylarga kelishim. Ayxon ana gapini tugatgandan keyin Turg'un aka Ayxon anaga nayt o'shmanlik bilan qaradi va nar yaxshi uyaning. Bolalarni o'qitaman deyicha berib umashlarini bir issila. Ko'nalarning bir kibi baqo. Halingga beqib oltat, xaltangga beqib untat deb. Menda sizlarga berdigan pul yo'q. Enimni tugashtirib bo'ldilar. Endi uning pushti bo'lgan bolanimi yiroqqa yo'lga selib. Nima qilmoqchisizlar, ha? Nima qiladi? Bolasini sotmoqchi-di. ichidan kimdir bir ayol kishining mundaq satgaplarni qilgan ovozi anglanib, Turg'un akaning kaynidan sochlari budra, qoshlarini sundukdek bo'yab, yarashmagan o'smini qo'yib olgan ayoldan biri chiqdi. U dal Turg'un akaning ayoli Potamxon edi. Bu ayol bilan mahalladagilarning faqat xo'sh yo'q edi. Chunki bu ayol boshqalarning orqasidan g'aybat qilg'ili bakmo amroq bo'lib, uning yomon gapini buningga, buning yomon gapini uningga to'shib, boshqalarni jadalga solatdi. Yoki ularning orqasiga sovuqchilik silib, do'stlarni mo dushman qilib etdi. Shung uni boshqalar Potamxondan Potamxon dallol deb chaqiratdi. Ayxon ana Potamxonning tuyuqsiz bergan qattiq zarbasidan keyniga necha qadam dojib ketdi. Voy Potamxon, nima deb atalar? Nadimi o'z onasi o'z bolasini sotadigan ish ekan? Gapni o'ylanib, chayqaproq ondan deysizlar, gallarga to'lib qolmasin yana. Voy, ko'chini, balam deyman. Bu qani kalam deb necha yildan beri mo'rmaydigan kalig'mi? Bugun til chiqibdi, ha? Ayxon ana gapmo qilolmay kayniga yonmoqchi bo'lib edi. Turg'un aka varqirgan talaffuzda, Ayxon, bolalarni bu yerga avataman deb xomxiyol qilmasizlar. Bo'lmasa, mendan yaxshilik ko'rmaydilar. deb varqiradi. Ayxon ana mengvatgan qadamlarini to'xtatib kayniga o'rildi va Turg'un akaga qarab, bolalarni o'qitish mening arzuyim emas, balki inilarning arzusi. U jon uzish oldida har qanday jafo mushaqqat tortishdan qat'iy nazar cho'qim bolalarni o'qiting degan. Sizlarga deb qo'yay. Sizlar bolalarning tog'isi bo'lgandan keyin yordam qilamnikin deb kelgan. Yordam qilmasanglar mayli, meni haqoratlasanglarmi mayli dedim. Lekin nima uchun bolasini sotmoqchi deysizlar? Yo'lvosma hatto o'z bolasini yemaydi-ku. Men sizlarning nazaringlarda shundoq askima. Men to'y qilib kelgili 16 yil bo'ldi. Bir haqiqatan bo'lsa-mu, menga iliq tabassum bilan chiroy echib baqdinglarmi? Tursunning o'lib ketishini mendan ko'rdinglar. Biroq uning kichigidan tortibla yoshirin yurak kesli borlig'ini o'zinglarmi biladigansizlar-ku.
Men uyimdagilarni norozi qilib, ota-onamdan tenib, Tursun bilan to'y qilganimga taga hozirgacha o'kinmayman. Sizlar meni yomon ko'rib, bizni uydan qo'g'lab chiqarib turib, yana mening oilamning ishiga aralashishga qanday yuzinglar chida? Ayxon onaning ovozi titrab chiqib ketdi. Chunki mahalladagi o'tgan kechganlar, qo'lim qo'shnilar ularning daramasini ko'rib turadi. Ayxon onaning gapi Fatamxonga ta'sir qildimi, chiroylari o'ngib ketdi. Gap qilay deyishiga Turg'un aka Fatamxonning qo'lini tortdi. Ular endi Ayxon onaga gap qilsa, mahalladagilarning ularni texmi yomon ko'rishi turg'anli gap edi. Chunki u ikkisi gap qilmay sukutda turishga majbur bo'ldi. Ayxon onaning ko'zlariga kap qolgan liqqida yosh, ko'z chanoqlarini sirg'ib, lavlarini namdidi. Ayxon ona Turg'un akaga qo'shma demay, shu qotur ishigiga chiqib, uyga mangdigan yo'lga kirib, ko'zini g'oyib bo'ldi. Ayxon ona nayt umidsizlangan holda Turg'un aka va uning ayolining o'zining g'ururini dafsanda qilgan o'sha gaplarni o'ylab, ko'zlaridan tang shafqatga shabnamdak yoshlar to'xtamay to'kilyotdi. Bu bechora ona o'ziga hech qanday birisining yordam qilmaydiganligini o'ylab, oxiri o'z-o'zini qayta to'nigandek bo'ldi. Ayxon ona eshakni haydab uyning oldiga keldi va qattiq o'ylanib qoldi. Men nima degan yaramas? Men shuncha yillardan beri jabbalarni tortishim, kunlarni, oylarni, yillarni qo'g'lab ishlashim, ish balani yaxshi tarbiyalab, eng yaxshi maktablarda o'qitish emasmidi? Mana bolalarni tirishib yaxshi maktablarga a'lo natija bilan qabul qilindi. Men mushu qiyinchiliklarning oldida bosh egib, o'g'limning yo'q, rahmatli Tursunning orzusini, mening irodamning mushunchalik kichkina qiyinchiliklarning oldida yiqilib qolishim sababli qizil gulning g'unchisidek mushundaqli to'lib bo'lamdi. Tursunga bergan va'dalarimga qanday yuz kelalayman? Yo'q, Ayxon ona, sen qaddingni rusla, o'rningdan tur. Yiqilib qolma. O'zingni o'ylamasanmi? Ashu go'dak bolalarni o'yla. Ayxon ona o'z-o'ziga mushundaq so'zlarni va tasallilarni berib, uyning oldiga kelib bo'lgan eshakni kayniga yondirdi. Bu vaqtda kechki shafaqning qizg'ish nurlari tog' cho'qqisidan pastga sho'ng'ib kirib ketyotdi. Ayxon ona uyga kirsa, bolalardan ayrilg'isi kelmaydi. Shunga uygimi kirmay, qo'shnisiga bolalarga qarab qo'yishni tapilab qo'yib, nishonsizlar qotur eshakni haydab, cho'ng yo'lga qarab yurib ketdi. Ayxon ona bu qorong'ida nagimi bora? Pulning amalini qandaqmi qila? Agar shu vaqtlarda hozirgidek mushundaq yaxshi, afzal sharoitlar bo'lgan bo'lsa-edi, Jongo Kommunistik partiyasining yordamida va shapoyatida birinchi bo'lib erishgan bo'lami? Bir nonga zar bo'lmagan, qo'rsaqlari to'q bo'lgan. Shu mehribon Ayxon onami urug' tuqqanlarning oldida iza aholatlarni anglamagan, mushundaq qorong'u tun nisbida hech bir nishonsiz uchayotgan oqqo'dak sarsam bo'lmagan, javri jafolarni tortib, go'zal yoshlik bahori xazon bo'lmagan va bu dunyodan mangu xo'shlashmagan bo'ladi. Ayxon ona eshakni haydab, tuz uzun yo'llardan oldiga qarab mengibadi. Ayxon ona bu qorong'u kechida oldi tarafdan sus oq nurning o'zi tarafga bora-bora yaqinlab kelayotganligidan azroq ayminib qoldi. 200 metr, 100 metr, 50 metr.
Bu Oqnur Oyxon ona tarafga bora-bora yaqinlab kelyotdi. Aziz anglarman. Oyxon onaning oldiga kelgan bu Oqnur zodi nima? Bu nimaning nuri? Oyxon ona bolasini o'qishga avatalamdi yo'q. Huzuringlar asarning davomida bo'lsin. Kechir ana. 14-qism. Men buni aytib yaxshi turdim ana. Mening vaqtim bakli qiz. Ana, amal qilib menga 1000 yuan sepagin. Men senga banki hisobot nomerimni deb beray. Oyxon ana Azmatning gapini anglab, "O'g'lim, buncha ko'p buni nimaga ishlatsan? Ali maktabga o'tgan o'qishimamsan?" Azmatning necha sekund ovozi anglanmagandan keyin Oyxon ana, "Vay, Azmat balam, gap qila." Azmat onasiga rost gap qilsa, onasi va o'zini deb o'qishdan voz kechgan enasining gap qilishidan qo'rqib, "Ha ana, yana dongliq oliy maktabga o'tdim. 1000 yuanni mush maktabdagi o'qish bitirish diplom pullariga to'layman. 1000 yuandan boshqa yana 5-6 ming yuan tayyorlab qo'ygan. Muallimning deyishicha, men o'tgan oliy maktabdan o'qish pulini xeli ko'p deydi. Gapimni angladingmi?" Oyxon ana Azimatning gapini anglab, o'zini cho'ng bir tog' besib olgandek andikib ketdi. "Ana, gapimni angladingmi?" Oyxon ana eg'ir ufsinib, "Ha, anladim balam. Amsa hisobot nomerini qog'ozga yozib olay. To'xta, qalam. Qog'oz tayyorlab olay." Oyxon ana Aygulxonga qarab qalam qog'oz berishni ishorat qildi. Oyxon ana savodsiz bo'lgan bilan son harflarni ancha-muncha yoza oladi. Aygulxon tezlik qalam qog'ozni tayyor qildi. Oyxon ana, "Balam, endi desang bo'ladi." Oyxon ana hisobot nomerini xotirlab olgandan keyin, "Balam, buni nega opiraman?" Azmatning amdilikda xumori tutdimi qo'pol ovoz bilan, "Ana, sen qochimi? Sen pulni tayyor qilib, boyatin men deb bergan hisobot nomerini pul bilan bankaga opasang, shular o'zi biladi. 1000 yuan pulni 1-2 kun qolmay sepbagin." Ha? Oyxon ana o'g'lining o'zgarib boshqacha odam bo'lib qolganligini o'ylagan bo'lsa-mu, ortiq gap qilmay, "Ma'qul balam." Gapning oyg'ini demasdilla, telefonning tit qilgan ovozi anglanib, telefon uzilib qoldi. Oyxon onaning qo'llari titragan holda telefonni qo'yib, Aygulxonga qarab, "Qancha pul bo'pti?" "To'xtab tursizlar. Men bir qarab boqay. 4 minut. 1 yuan 2 mi bo'pti?" Oyxon ana pulni Aygulxonga berib, do'kondan chiqib, eg'ir qadamlari bilan pulning amalini qilishni o'ylab, uyga kirib ketdi. Oyxon ana uyga kirib, uzundan uzun o'ylanib, Ayshamgulning o'qish uchun saqlab qo'ygan 2000 yuandan 1000 yuanni Azimatga sab berishni o'yladi-yu, yana ko'ngli yerim bo'ldi. Chunki 1 yildan ortiq vaqt o'ligidek ishlab, pulni oyab xajlabmi jo'g'lagan pul 2000 yuandan oshmasa. Endi buni Azimatga sepasa, qizining o'qishiga nima ishlatadi? Oyxon ana oxiri bir qarorga kelib, "Bo'ldilar. Qizimga bir amal qilaman. Azimatni 1001 jafolarda mushunchalik o'qitdim. Endi bo'lganda yerim yo'lda to'xtab qolsam, mening tirishchaliqim nol bo'lmamdi." Oyxon ana shu xayollarni qilib, atisi atiganda o'xshigan tomoqni etib, Azarni ishqa, Ayshamgulni maktabga yo'lga selib etib, uyga kirib, ko'na oyoqning ichidan bir tutam pulni oldi-da, 1 yuanlik, 2 yuanlik, 5 yuanlik parcha pullardan 1000 yuanni sanab, qolgan pullarni yana joyiga tiqib qo'yib, eshak harvasini qaytib, shaharga qarab mangdi. Eshakni ancha ishlatmagashkim ekan, xeli tez yugurib, noyaga bir necha soat kirib bo'ldi. Oyxon ana eshakdan tushib,
yo'lning yoqasida piyoda minib kelayotgan salobatlik bir kishining oldini to'sib, "Ukam, bu atrofda banka bormidi?" "Voy acha, bu yerda banka degan jiq. Udul minib o'ng'i burilsalar, jiq banka bajoyga borlar." Oyxon ona, "Rahmat, ukam sizlarga avara qildi." u kishimi Oyxon onaga qarab, "Hech qisi yo'q acha, amasa men mangay a?" Oyxon ona u kishining ko'rsatmasi bo'yicha udul minib o'ng'i burilib, ozroq minib qarab edi, kim o'ylagan. Oyxon ona qator isiqliq 10 kilo, 20 kiloluq yog' bankasi turganligini ko'rib, "To'a, o kishining kallasining dardi bormidi? Mendek bir mazlumani ahmoq qilishga qandaqmi vijdoni yo'l qo'ygandu-a?" Oyxon ona ichida u kishidan ranjib, eshakni yetilab, qandoq qilishni o'ylanib mengayotganda, yana bir uchisiga soqchi formasi kiyib olgan bir yo'ldosh Oyxon onaning yon tarafidan o'tishiga, "Ey yo'ldosh, yaxshimisiz?" qarshi tarafmi yoshqina bir Uyg'ur bo'lib, "Yaxshi acha, o'zlarim yaxshimi? Biror ishlari bormidi?" Ukam, bu atrofda banka bormidi?" O soqchi yigit Oyxon onaning so'ziga javoban, acha, o yerda bog'i ana" deb boyam qiyani ko'zitib qo'ydi. Oyxon onaning qattiq ochiq kelgan bo'lsa-mu, o'zidan tutib elib, "Ukam, sizning naringiz soqchi, naringiz xalq uchun xizmat qiladigan odamsiz" deb ovozlari titrab ketdi. Oyxon onaning bu gaplarini anglagan soqchi yigit Oyxon onaning gapini tushunmay, "Acha, sizlar o'ngmi sarangmi? Sizlar banka boyani ko'zitib qo'ysalar degan edilar. Men ko'zitib qo'ydim. Meni nimichqa haqoratlaylar?" "Aya, birsigimi banka bu yerni ko'rsatib qo'ysalar deysam, mushu yerni ko'rsatib qo'ydi. Endilikda sizmi meni ahmoq qilib, mushu yerni ko'rsatib qo'yapsiz-ku. Acaba men pulni shu bankani teshib qo'yamdimi?" Amdilikda Oyxon onaning gapini anglagan bu soqchi yigit qaqoqlab kulib etib, "Acha, to'g'ri demamla deyman. Pul qo'yatdim, bank qayerda desalar. Sizlarning gaplarini malla emas, boshqalarmi xato tushunib qopdi-ku ana. Pul qo'ydigan bankaga mush yo'ldan udul mangsalar, egiz 4 qavatlik bino bor. Shu binoning ostida." Oyxon ona boya o'zining qilgan gapidan noyit xijil bo'lib, "Ukam, oldingizda noyit xijilman. Boya qilgan gaplarimni hargiz ko'nglingizga olmang-a." Soqchi yigitmi, "Hech qisi yo'q acha. Odam degan ozidi, hech qisi yo'q. Bo'ldi, yo'llariga mangsalar. Tezroq bo'lmasalar, ular tushlik tomoq chiqib ishdan tushib ketadi" deb ketib qoldi. Oyxon ona eshak arvasiga chiqib, soqchi yigit degan yo'ldan mang'ach o'z-o'ziga, "Hey, ajab bo'dit bo'lib qopdiman. O'zim gapni to'g'ri deyolmay, boshqalardan og'irnib yuribdiman." Oyxon ona eliqi yigit tapagan 4 qavatlik binoning ostidagi bankaga keldi. Va eshak arvasini qurib qolay deb qolgan bir daraxtga bog'lab qo'yib, bankining ichiga kirishi bilan amonlik saqlovchi, "Acha, nima ishlari bor? Bu yer banka bo'lsa-mu, biroq sizlar pul tilaydigan joy emas" deb yonchiqidan 5 moni chiqarib Oyxon onaga tanglab, "Uni ep qaytib kelsalar" dedi. Boyadan beri sukutda gap qilmay turgan Oyxon ona endi bu ishga g'urur chidamay, "Ukam, nima deyaptilar? Meni tilanchi chaqlab qolgan o'xshamamlar. Pulni men sizlarga beray" deb yonchiqidan bir tutam pulni chiqarib 200 yuanni tangladi. Endi bu amonlik saqlovchi kekashlab, bu kechirsilar acha, men sizlarni xato tushunib qopdiman. Qani ichiga marhamat." Oyxon ona pulni yonchiqiga selib, qaddini tik tutgan holda bank ichiga kirib, uduldagi ko'znakning ichida kompyuterga qarab, chechini 2 o'rib olgan, u yer bu yerga qamoq qilingan
oq ko'ylak kiyib o'ltirgan qizni ko'rdi. Demasimi, o chaqlarda kimmi hozirqidek yangi moda kiyim setib olg'ili qurbi yetsin. Ham o'lchamlashgan xizmat formasi yo'q deyarlik albatta. Oyxon ana: "Yaxshimisiz bolam? Mana pulni mushu nomerga selib bergan bo'lsangiz bo'lib ekan." deb pulni va karta nomeri yozilgan qog'ozni tangladi. 10 minut o'tgandan keyin bank xodimi bir varaqchini Oyxon onaga tutqizib: "Ha, bo'ldi. Endi qaysili bo'ladi?" deb yo'lga sep qo'ydi. Oyxon ona bu 1000 yuanni sep bo'ldi. Hamda Oyxon ona Azmatning oliy maktab o'qish pulini qanday qila? Oyxon ona eshakni haydab, noyadan bog'on sir yiroqlashib, uy tarafga qarab yurib ketdi. Oyxon onaning ko'ngli faqatli joyida emas. U buncha bola ko'p pulni qanday hal qilishni o'ylab, 2 kun amal izlab beqishni, agar amal qilinmasa, boshqa amal o'ylashni loyiq topdi. Azmat bankaga berib, onasi seppagan 1000 yuanni oldida, xo'shalligida pulni bir qanchani suyib, "Ajab yaxshi bo'ldi. Ajab yaxshi bo'ldi" deysa, do'stlarimning oldida yerga qarab qolmaydigan bo'ldim. Azmat do'lisini birning tutqanligini his qilib, kayniga shunda qarab edi, kaynida olim bilan yana bir qancha aylan turadi. Olim Azmatga qarab: "Azmat, qaysi kuni olgan narsalarning pulini yavaşlıqcha qaytaramsan yo?" Azmat olimga birini sat olayotgandan keyin: "Adash, hozir menda pul yo'q. Pul topsamli cho'qim birinchi bo'lib sening pulingni qaytaraman." Olimning qattiq ochiq keldimi, Azmatning yuziga kelishtirib bir dastak soldi va: "Ey, oramdan bo'lgan itning bolasi, sen kimni aldamoqchi, ha? Meni goch ko'rib qolgan o'xshamamsan." Esimdan chiqib qopti. To'g'ri, sen maktabimizning dongliq o'quvchisi. Men sendan tuvan o'rinda, shundaqmi? Azmat ko'zlariga yosh elib: "Yo'q adash, men undaq demoqchi emas. Amsi qandoq demoqchi? Sen puling yo'q odam, bankining yanida birasi pushirib qo'yibdimi sana, ha? Ya bo'lmasa, bu yerda o'ltirib oldingi yoyma ochay deganmi? Gap qilmasam, meni rasla goch chaqlab qoldingmi? Qo'lingdagi pulni obayamli ko'rib bo'lganman. O ishning valisi. Pulni bermay qarab tursan-ku, ha?" Olim shundaq deb Azmatning qo'lidagi 1000 yuan pulni tortib elib, 800 yuanni elib elib, 200 yuanni Azmatning yuziga qaratib etib: "Azmat, sen bilan yurtdosh ham bir mezgil billa o'qiganimizning yuzini qilib, sana 200 yuanni qaytarib berdim. Yuringlar, ketaylik." Olim orqasiga qaramay ketib qoldi. Azmat bo'lsa, onasi qon ter oqizib topgan pulni mana birdamning ichida so'ravatdi. Azmat yerdagi pulni elib, yotig'iga qarab mangdi. Yo'lda ketib etib, uning ichi siqilib, titildab ketdi. Qaraganda Azmatning xumori tutqandek qiladi. Azmat uyga boradigan yo'lnishni o'zgartib, olimning qishig'i berishdan qo'rqib, Nijotning uy tarafga qarab mangdi. Azmat esil selingan bir uyning yeniga kelib, eshik qo'ng'irqini bosdi. Minut o'tgandan keyin ichidan Nijot chiqib, Azmatni ko'rib, cho'chib ketdi. "Ey, yalangtosh qalanda, sana po'qbami bu yerda? Agar xo'jayin ko'rib qolsa, meni tugassun dedingmi? Tez yo'qol." Azmat Nijotga qarab: "Aka, sizdan o'tinib qolay. Menga ozroq bersangiz-chi? Faqatla bo'lanmidi?" "Ey, hormi? Mushukning puli yo'q, bazga amroq deb. Puling yo'q nimaga? Mendan narsa so'rayapsan?" Azmat yonchiqidan 100 yuan pulni chiqarib, "Mana pul" deb Nijotga tangladi. "Ha, necha kun ko'rishmasam, xeli beyib qolgan o'xshaysan, ha? Bo'ldi, sen ketib tur. Men yarim soatdan keyin uyingga olib beraman." "Aka, men nima men? Tez yo'qol. Heli pochiqingni chiqib etma yana." Azmat
amalsiz Nijatning uyidan qaytib, yotoq tarafga qarab mangdi. Oradan 2 kun o'tib ketdi. Azimatning puli tugab, yana onasiga telefon qilishni o'ylab, telefon bodkasiga berib, telefon knopkalarini besib bo'lib, daqiqa saqlagandan keyin "Vay, yaxshimisiz?" degan ovoz anglandi. Bu Aygulxon ochining ovozi edi. "Vay, yaxshimisiz? Ocha, men Azimat." "Ha, Azmatjon, yaxshi turvatamsan?" "Yaxshi, ocha. Xafa bo'lmay onamga meni telefon qilibdi deb qo'ysangiz. Ata, yana saqlayman." "Ha, ma'qul fikr, men deb qo'yay." deb telefonni qo'yib etay deyishiga, yiroqdan do'mbisidagi bir xaltani yudib kelayotgan Oyxon onani ko'rib, "Hey, Azmatjon, to'xtab tur. Onang kelayotganda qiladi." "Ha, ma'qul ocha. Xafa bo'lmay chaqirib qo'ying." Aygulxon sirtda kelayotgan Oyxon onaga qarab, "Voy, Ayxon acha, Ayxon acha." Oyxon ona birining chaqirganligini anglab, kayniga qaradi. Biroq hech kim yo'q. "Ayxon acha, mana men seni chaqirdim." Endilikda Oyxon ona Aygulxonning chaqirganini anglab, do'konning oldiga kelib, "Meni chaqirdilar-ma?" dedi Aygulxon. "Ha, seni chaqirmasam kimni chaqiratdim bu yerda? Yoki bu yerda sizlardan boshqa odam bo'lmasa? Bo'ldi, tez bo'lsizlar. Bolalari Azmatjon telefon qilibdi." "Nima? Azmat telefon qilibdimi? Qachon telefon qilibdi?" "Voy, Ayxon acha, gapni oz qilib, ma'o telefonni osdilar." "Voy, bolam, qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi, jinim bolam?" Onasining gapini anglagan Azimat onasining salomini ilik olmasdilla. "Ana, yaxshimi, paxshimi degan gapni qo'yib, men degan pulni tayyorlab qo'ydingmi yo'q, ha?" Oyxon ona noyt past ovozda. Yo'q bolam, men amal qilolmayapman." dedi. Biroq Azimat xuddi telefonning ichidan etilib chiqib, onasini urdigandek, "Ana, men senga aniq dedim-ku. Sening quliqing odamning quliqi emas, eshakning quliqimi, ha? Ya sen meni boshqalarning oldida izza ahonatda o'lsin dedingmi?" Aziz anglag'uvchilar, eng nodir asar Kechir ona nomli asrimizning 14-qismi mushu yerda tamomlandi. Kechir ona 15-qism. "Ana, men senga aniq dedim-ku. Sening quliqing odamning quliqi emas, eshakning quliqimi, ha? Ya sen meni boshqalarning oldida izza ahonatda o'lsin dedingmi?" Mana odam bolasi vafosiz bo'lsa-mu, azimatdek bo'lmas. Ko'nalada hayvon bolasini boqsang, eg'iz burningni yog' itar, odam bolasini boqsang, eg'iz burningni qon itar deb to'g'ri aytganda. Oyxon ona Azimatning bu gaplarini anglab, yuragiga xanjar tiqqandek bo'p, o'g'lining burun shunda qiroish vafodor. Hozir bo'lsa o'zgarib, bo'lakchili bo'p qolganligini o'ylab, noyida umidsizlangan holda. "Bolam, men bir amal qilib boqay." deb boshqa gap qilishni loyiq ko'midimi yoki o'z bolasining qilgan vafosizligidan og'rinib, xo'shmi demay telefonni qo'yibdi. Oyxon ona bir yuanni Aygulxonga berib, boya yudib olgan bir narsani yudib, "Azimat, shuncha o'zgarib ketibdi. Uniga nemish bo'lgandi? Yo'q. Boyadan beri men ortiq o'ylab ketdi. Azimat, hargizmi undaq bola emas. Men uniga o'qish pulini tayyorlab bermaganligim uchun savoqdoshlarning oldida xijil bo'lib, shuni menga ochiqlangan gap. Bo'ldilar, ortiq o'ylamay. Endi pulning amalini qanday qilsam bo'lar?" Oyxon ona uyan o'ylab, buyan o'ylab, urug' tuqqanlarning qishig'i bo'lsa, burunqidek til dashnam anglashidan ansirab, oxiri burunqiga o'xshash o'zining isqinni setish qaroriga keldi.
Ayxon ana uyga kirib edi. Azhar: "Ona, ne bo'lding? Ajab xop ko'rinsan-ku. Bir ish bo'lgan o'xshamamdi. Yo biroz tilladimi yo? Tez ayta ana." Hech ish bo'lmadi balam, akang telefon qilibdi. O, oliy maktab o'qish pulini tezroq avatib bergin deydi. Qanday qilsam bo'la? Ana, bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Mana men amalini qilaman. Men bu yerda yana nimadan ansiraytding, ha? Ayxon ana Azharning gapini anglab: "Rahmat balam, bo'ldi, aram ol. Aysham Gulchu, qani?" "Ha, ona, u behli charchab ketdim deb maktabdan qaytib kelib uxlab qolgan." Bo'pti, sen uxla. Ayxon ana endi qat'iy niyatga kelib, adi doktorxonaga berishni loyiq ko'rib, baldurla bu kechining uyqusiga g'arq bo'ldi. Ayxon ana burunqidek sahar turib, bolalarni yo'lga selib etib, eshak harvasini qaytib, Azimatning atalmış yolg'on gaplari uchun, pulning amalini qilish uchun yo'lga chiqib mingishiga Azimatning to'liqsizligi o'qituvchisi Anvarjon muallim kelib qoldi. "Oy, Ayxon acha, nega mangdila?" Ayxon ana ortiq gap qilmay: "Azroq ishim chiqib qolgan edi, nahiga kirdigan." Asli Anvarjon muallim Azimatning barliq ishini Ayxon anaga deb qo'yg'ili kelgan bo'lib, amdilikda eg'iz ochay deyishiga Anvarjon muallimning yon telefoni sayrab ketdi. Anvarjon muallim yangi saytib olgan telefonni elib: "Vay, yaxshimisiz?" Qarshi tarafdan inchik chiroyli bir ovoz anglanib, nihoyat jiddiychilik va: "Anvar, siz hozir nada? Men ozroq ish bilan burunqi o'quvchimning uyiga kelgan. Anvar, siz hozir nadila bo'lsangiz tezroq keling. Bir o'quvchingiz yiqilib tushib putini sindiryapti." Anvarjon muallim bu gapni anglab beshidan tutun chiqqandek bo'lib ketib, Ayxon anaga qarab: "Ayxon acha, kechirsizlar, mening ozroq ishim chiqib qoldi. Keyin kelay-ya." Anvarjon muallim shunday deginicha nihoyat tez yugurib ketib qoldi. Afsus. Ming afsus. Agar Anvarjon muallim Azimatning ishini Ayxon anaga deyalagan bo'lsa, Ayxon ana hayotidan ayrilmas bo'lg'aydi. Ayxon ana do'qmishdagi do'konning yeniga kelganda, eshak harvasidan tushib, do'konchi Aygulxon ochining yeniga keldi. "Voy Ayxon acha, kelib qopdilar-ku. Bir narsa lozim bo'lib qolgan o'xshamamdi. Nima bo'ldi acha? Gap qilsilichi." Ayxon ana Aygulxonga qarab: "Ukam, men bir ish bilan nahiga kirmoqchi. Kechgacha qaytib kelsam, men qashlarga kirib mangaman. Agar men kechgacha kelolmay qolsam, xafa bo'lmay bolalarga deb qo'ygan bo'lsalar bo'lamdi." "Voy, nemish bo'ldi acha? Tez deysizlar, odamni ansiratmay." Ayxon ana ko'zlariga kelgan yoshni ichiga yutib etib, gap qilmay oldiga 2 qadam mengib bo'lib, bir narsani unutib qolgandek darhol kayniga qaradi. "Aygul xonufkam, xafa bo'lmay, menga telefon nomerini yozib bersizlar." Aygulxon kichik bir varaqchiga telefon nomerini yozib Ayxon onaga berdi. Ayxon ana: "Rahmat ukam, sizni bek avora qildim." deb qo'yib, eshak harvasiga chiqib, eshakni nachini urib, noyaga mangdi. Atiyalik tongdagi quyosh nurlari butun atrofga o'zining sehiy nurlarini chechib, jilva qilib turardi. Qaysi toz talog'i chiqib, toz beshini echib qo'ygandi. Shimol tarafdan kelgan qora bulutlar butun atrofni qora tumonga o'rab, jilva qilib chiqayotgan quyoshning nurlarini bu qora tuman yutib ketdi. Ayxon ana 1 soat mengib yo'l yerimdan oshgan edi. Ayxon ana yomg'ir yog'adigan bo'ldi deb o'ylab, eshakni nachin urgan bo'lsa-mu, bu qo'tir eshak erib qoldimi, yanala o'xshash bir xil holatga ketib boradi. Ayxon ana mayin shamolning illiq bir sezimini yuzini siypab o'tgandek his qildi. Oradan necha minut o'tmay
bu illiq sezimni chang to'zon qoplagan bu kuchli bo'ron qayoqlargadir uchirib ketgan edi. Oyxon ona kuchli bo'ronning ta'sirida yo'l mangolmay eshakni to'xtatib, bo'ronning tezroq to'xtashini saqlab turdi. Bu kuz faslida chiqqan bo'ronning ta'sirida terakning oltin ranglik yupurmoqlari shamolda uchib, cho'ng yo'lning ustiga oltindan halbagandek tusga kirib qolgan edi. Yarim soatdan keyin shamol to'xtab, Oyxon ona yo'lini davom qildi. Oyxon ona o'tgan qaytamqiga o'xshash eshakni bir o'rmonlikqa bog'lab qo'yib, piyoda noyalik doktorxonaga qarab mangdi. Bu qaytam o'tgan qaytamqiga o'xshash ancha qiynalmadi. Chunki onunğa yo'l nayt tonish edi. Oyxon ana noyalik xalq doktorxonasining ichiga kirib, udul boshda kirgan numar elish ko'znikiga keldi. Qaraganda bu qaytimmi o'tgan qaytim qissestra qiz o'ltirganda qiladi. Oyxon ana numar elish ko'znikining yeniga kelib, "Qizim, yaxshimisiz?" Bir qo'lida xat yozib, yana bir qo'lida ushaq-chushaq yemeklik yeb o'ltirgan bu sestra qiz Oyxon onaga qarab, "Yaxshi cho'ng ana, o'zlarichi? Yaxshimi? Nima ishlar bo'pti?" Oyxon ana bu qizga sapsilib qaradi. Bu qizning quloq bo'yinlari, qo'llari oltin zibuzinnat bilan bezalgan. Tovuzchilik yo'g'ongan qo'rsqi oldiga chiqqan edi. Demak, bu qiz to'y qilib bo'lgan, balaliq bo'lish oldida turgan edi. Oyxon ana, "Qizim, muborak bo'lsin. Baxtingizga ko'z tegmasin, qizim. Meni tunayolmadingiz-a? Men 3 yilning oldida kelgan edim." Sestra qiz, "Ha, rost esimdan chiqib qopti. Yiliqi qansotqili kelgan cho'ng anam selishug'i. Esimdan chiqib qopdilar. Qizim, men yana sizning yordamingizga muhtoj bo'lib keldim. Menga mushu bir qatam yordam qilsangiz bo'lib ekan. Qani deysizlar, cho'ng ana, quloqim silida. Agar qo'limdan kelsa, eliqi bir yordam ishgan, un yordam bo'lsa-mi qilaman. Rahmat, qizim." Oyxon ana bu sestra qizga ming rahmatlarni aytib gap boshladi. "Qizim, men rost gapni deb beray. Menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Boshqa amal qila olmag'achqa, shunga yana qinimni sotaymikin deb kelgan edim." Sestra qiz Oyxon onaning gapini anglab turibli qoldi va "Cho'ng ana, sizlarning salomatliklari toza yaxshi emasdek qiladi. Ham doktorxonaga yangidan belgilama chiqarib, yashanganlardan qon elishni cheklagan. Men buningga xiloflik qilsam bo'lmaydi." Oyxon ana sestra qizning gapini anglab, "Qizim, men sizlarga qayri ko'ringanim bilan texi 50 yoshga kirmadim. Sizdan o'tinib qolay." Oyxon ana qizga shuncha yolvordi. Sestra qiz belgilamaga xiloflik qilishdan qo'rqib boshda qo'shilmadi. Keyin yaxshi so'z toshni yarar, yomon so'z boshni degandek bu sestra qizmi yerib qoldimi, yordam qilishga qo'shilib, "Cho'ng ana, buni erib tekshirish uyiga kirib, qonni tekshirib chiqsizlar. 2-chi qavatga chiqib, soldan 1-chi uy." Oyxon ana o oq ko'ngil sestra qizga rahmat aytib, tekshirtish uyiga qarab mangdi. Sestra qiz Oyxon onaning orqasidan qarab, "Hey, bichora ana!" deb ufsinib ketdi. Oyxon ana qinini tekshirtib, tekshirish natijasini elib, yana bayamqi sestra qizning qishig'i tushib, tekshirish natija qog'ozni tangladi. Sestra qiz tekshirib, qog'ozni ko'ribli chiroyi o'zgardi. "Ey, kechirsizlar, cho'ng ana. Mendan ranjimgayla. Sizlarda qon nayta askan. Buningga meningmi amalim yo'q. Endi sizlardan qon elishga qat'iy bo'lmaydi. Meni kechirsizlar, cho'ng ana." Amdilikda sestra qizning gapini anglagan Oyxon ana chaqmoq chaqqandek bo'lib ketdi va tamog'i yo'langan peti joyida o'ltiribli qoldi. Oyxon ana qattiq umidsizlik ichida, "Men nima degan sho'r peshona? Urug' tuqqanlarim texi yordam qilmasa,
Endilikdə ən axırqı ümidim bolğan bu işimi soğutçulaşdı. Qandaq qilishim kerak? Ayxan ana shu xayollar ichida esadab, Taqdir, sen bana çaq-çaq qilsang mayli, men rozi edim. Endilikdə nemishqa balalarimgami? Men sababli çaq-çaq qiladigan sana. sestra qiz Ayxan onaning yeniga kelib, Cho'ng ana o'zlarini tutib olsalar. Bu degan doktorxona. Bo'ldi, bu qattiq yerda o'ltirmay, mau o'rindiqqa kelib o'ltirsalar. Ayxan ana doktorxona ichidagi o'rindiqqa o'ltirib, qandoq amal izlashni o'ylab, bira aplik amal topolmay, ichi titildab o'ltirgan mush paytda bir sestra qizning Hey adash, nima degan baxtsizlar u? Ya anasini qutuldirg'ili bo'lmagan, yoki bir bolasini qutuldirg'ili bo'lmagan. Boyadan beri ichida o'ltirgan sestra qiz bu yangi kirgan sestraning gapini anqiramay, Voy adash, nimandaq gapingning bosh oyog'i yo'q deyman. Adam bir tushungidek gap qilsangchi. Hey adash, 2 kunning oldida yangidan bir bemor kelgan degina. O bemorning tug'uti yiqilib qolgan ekan. Amisa bu xo'shalliqmalik ishkan-ku. Nimaga afsuslanasan? Voy adash, sen bo'lsangmi gapning biriga tepmagina. Doktorxona boshlig'i bu bemorning tug'utini nihoyatda qiyin deydi. Bolani saqlab qolayli desak, onasining to'lg'aq yegidek mijazi yo'q ekan. Onasini saqlab qolayli desak, shu yanada o'lim. Nima adash? Bu sening nima deganing andi? Adash, u ayolning bir bo'riki kardan chiqqan bo'lib, teni nihoyatda ojiz bo'lg'achqa operatsiyadan chiqolmaydi ekan. Ham u ayolga mos kelgidek bo'rak tepilmadi. U ayolning eri yig'lab, agar kim bir bo'rikini ayolimga o'z roziligi bilan bersa, shu odamga 200 million beraman deydi adash. Sen o'ylab baqa, kimni o'z hayotini do'g'ri tekishni xohlaydi deysan. Hey, bularga bekli ishchim og'rib qoldi jumi. Bu ayol to'y qilg'ili 8-10 yil bo'lgan bo'lsa-mu, bolalik bo'lamay, oxir bir farzandlik bo'lganda taqdir ularga mushundoq chaqchaq qildi. dedi yangi kirgan sestra. Adash, bularga haqiqatan uvol bo'pti jumi. Boyadan beri bularning hamma gaplarini anglab o'ltirgan Ayxan ana, yelimi u xotinlarga qaraganda o'zining eng baxtli ekanligini his qilib yetdi va qattiq ichi og'ridi. Ayxan ana uzun o'ylash orqali agar o'zining bo'riga mos kelib qolsa, bu baxtsiz ayolning ko'zidan oqqan qon yoshlarning o'rniga xo'shallik yoshlarini almashtirishni o'ylab, sestra qizga qarab, Qizim, boyadan beri sizlarning qilgan gaplaringlarning hammani angladim. Agar mening bo'rikim mos kelib qolsa, bu baxtsiz ayolga o'zimning bo'rikini taqdim qilishni xohlayman. Ayxan onaning gaplarini anglagan bu ikki sestra qiz qattiq ta'sirlanib, Cho'ng ana, sizlar haqiqatan oliyjanob ekanlar. Biroq sizlar yashinib qoldilar. Bu qandoq bo'la? Ayxan ana kulib turib, Qizim, men bu yil 46 yoshga kirdi. Erim bolalar o'rib ketgachga bolalarni yaxshi o'qitaman deb, rahimsiz yillarning menga bergan iznolari yuzimga o'rnab, mushundoq qiyri bo'lib qoldim. Ayxan onaning gapini anglab, Bo'libdi cho'ng ana. Avval sizlarni bir tekshirib boqaylik. Agar salomatliklari masala chiqmasa, bo'raklari mos kelsa, 200 millionning egisi bo'lib qoladilar. Bo'ldi qizim. Men pulga nihoyatda ehtiyojli. Biroq men bu pulni dafliq qilmadim. dedi Ayxan ana sestra qizga qarab. Undaqda masala, sizlarni tekshirib boqay. Shuna qilib, Ayxan onani tekshirib, salomatligi intayin sog'lom, hech qanday masala chiqmadi. Endi bu sestra qiz Ayxan onaning bo'rikini tekshirish uchun epmoqdi. Mana taqdir degan. Mushundaqmi to'g'ri kelib qolgan bormi? Ayxan onaning bo'riki intayin sog'lom. Yana kelib, u bemorga eng yaxshi mos keladi ekan.
Sestra qiz intayin xo'shal bo'lib, Oyxon onaga qarab, "Cho'ng ana, sizlardan hech qanday masala chiqmadi. Yana kelib, sizlarning böreklari yiliqi bemorga bek mos keladi ekan." Bu gapni anglagan Oyxon ona nihoyat xo'shal bo'ldi. Balkim sizlar o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Bu ayol nima degan ahmoqdir? O'zining hayoti badaliga boshqalarni qutqizaman deydi deb. Odamning yuragining cho'ng kichikligi, o'zin qisqaligi butunlay o'xshash. Biroq kichik bir narsa bor. U hamma odamda bo'lavermaydi. Bu g'urur vijdon, axloq, esdoshlik, kuyinish, kuyindirish, mehr muhabbat. Mana mushulaba yurak haqiqiy bir sog'lom yurak. Oyxon ana doktor sestralarning o'rinlashtirishi orqali tushdan keyin operatsiyani boshlaydigan bo'ldi. Oyxon ana o'zining bu kaskin qaroridan qilchimi pushaymon qilib boqmadi. Mana bu vaqtmi yetib kelib, sestra qizlar Oyxon onani karavotga yotqizib, kitirgan peti operatsiya uyiga epmangdi. Cho'ng bir zalning ichiga kirib, ancha cho'ng bo'lmagan bir uyning ichiga kirdi. Sestraning operatsiya cho'ng chiriqini yondirish bilan Oyxon onaning ko'zlari bu kuchlik nurga bardoshlik berolmadimi, ko'zlarini ching yumib olgan edi. Doktorning narkoz ukolini selishi bilan Oyxon ona shirin tush qaynamig'iga g'arq bo'lib ketdi. 8 soatdan keyin operatsiya uyining yeshil chirig'i yenib, doktorlar o'zsiz yotgan Oyxon onani karavotga yotqizib, kittirib elib chiqdi. Uning orqasidan yiliqi ayol bemornimi elib chiqishdi. Sestralar oxiratga bu yo'riq dunyoga ko'z ochgan bovoqini ko'tarib chiqib, balani dodisiga tanglishi bilan bu bovoqning yig'i ovozi doktorxonaning ichini bir og'an edi. Oyxon ana 2 kun hushsiz yotgandan keyin 3-chi kuni hushiga keldi. Oyxon ana ko'zlari xiralashgan holda asta ko'zlarini ochib, atrofga qarab, o'zining yanida o'ltirib, tatliqini uxlayotgan sestra qiziga qarab, nihoyat zaif ovozda: "Qizim. Qizim." Bu sestra qiz ko'zini ochib, "Oy, o'shlarga keldilimi? Sizlarning o'shiga kelsa, doktor meni chaqiring degan. Men doktorni chaqirib kelay." Sestra qiz mengishiga: "To'xtab turing qizim. Mening o'zimning kiyimim qani. Ha, mana cho'ngana. Qizim, menga bir ishda yordam qilsangiz bo'pti ekan. Qani deysizlar? Sizlarning bu yerda telefon bormi? Ha, bor. Bir ish bormidi cho'ngana? Undaqda siz mana nomerga telefon qilib, sizlarning mahalladagi Oyxon doktorxonada yetib qoldi. Bolalarga deb qo'ysin. Ansirmisin deydi deb qo'ysangiz bo'pti ekan jinim qizim." Oyxon ana qo'lidagi telefon nomerini tangladi. Sestra qizmi bu telefon nomeri yozilgan qog'ozni elib, "Ma'qul cho'ngana" dedi-da, bu sestra qiz chiqib ketdi. Oyxon ana bolalardan bakla ansirab, "Men bu yerda bo'lib qoldim. Bolalarning qo'rsiqi osh qolganmidi?" deganlarni xiyol qilib o'ltirganida bir notunish sochlarini kayniga tarib olgan, yuzi yumaloq, kiygan kiyimi nihoyat moslashgan salobatlik bir xaltada bir narsa ko'tarib kirdi. Aziz anglag'uvchilar, eng nodir asar Kechir ona nomli asarimizning 15-qismi mush yerda tamomlandi.